Rahmet. Qancha so'm bo'ldi endi mendan shunda? 200 ming so'm beravering. Ne eshetdingiz izini hozir? Biznikisi professionalniy chizgandik, izidan karbon piling ishlamaydi. Dahshat. Men bu senani podpischiklarimga e'lon etmasam bo'lmaydi. Azizlarim, 200 ming so'mga yuzimni ham cheska, ham karbon piling etdilar. Sizlar buni senani eshitganmisizlar? Xudo xolasa men sizlarga ham tavsiya qilaman. Salonni hozir adreslarini bafurcha video qilib tushuntirib o'taman. Jamilabga lazer epilyasiyalaringiz ham bor ekan-a? Yana necha protseduralarimiz bor? Shularni bir tushuntirib o'tsangiz, men podpischiklarimga e'lon etsam. Bizda ham proseduralar bor. Lazerniy epilyasiya, удаление татуаж, ирис-лифтинг, korreksiya figura, labagir, yuzda ajinlar yo'qotish hamma proseduralar. Agarda meni podpischiklarim meni kanalimga aytib keladigan bo'lsa, arzonroq qilib aytib berib bilasizmi? Sizni kanalingizdan kelgan hamma klientlarga yor bahosida aytib beraman. Oh, ajoyib, bina yangilik. Azizlarimiz chiroyli bo'lib, lablarini o'shat gel quydirib qo'ysalar. Shuni necha so'm qilib berib bilasiz? Original gelimiz 300 ming qilib beraman, 05 ming. 300 ming so'm azizlarim, eshitdinglar? 300 ming so'm original koreyskisidan ishlab beradilar, xudo xolasa. Bu oriqlatadonimizni gunidan necha so'mdan aytib berib bilasiz? Oriqlatadonni yangilacha 80 mingdan qo'yib beraman. 80 ming so'm gününe bir marta olishlaringiz kerak bo'ladi. Oriqlatib, ajoyib etib beradi. Rezultatları chotki bo'ladi, xudo xolasa. Epilyasiyani общий zonasini aytavering, necha so'mga qilib berasiz? 200 ming so'm qo'yib beraman. 200 ming so'mga epilyasiyani, lazerni, azizlarim, lazerni epilyasiyani 200 ming so'mdan qo'yib berdilar. Faqat meni podpischiklarim meni kanalimdan keladiganlar uchun va kuzatib borayotgan barcha xalqimiz azizlarim, bu kosmetologiya xonasi nechanchi xonada joylashgan, nechanchi etajda desangizlar. O'tgan safar Angel salonini reklama qildik. Yodlaringizda bo'lsa, Angel salonining yonginasida joylashgan kosmetologiyamiz 356-xonada joylashgan, ya'ni Eko-shopping bozorimizning 2-etajida. Kelaverasizlar, xudo xolasa, kosmetologiya xonasida ketib qolamiz. Atalarım, sizlere şu yangilikni aytish yodimdan chiqib ketibdi. Yuzingizda ajinlar bo'lsa 500 ming so'm bilan ishlab beradilar.